Assalomu alaykum ahli YouTube. Yaxshimisizlar? Mana yana yangi bu ko'chat olish haqida emas, bu yerda tayyorlash haqida bo'ladigan bo'ldi. Ko'rgan bo'lsangiz, bizning ko'chatlarimiz hosilni berdida tanab olish uchun qo'ydik, tanab olishga kuchi yetmadi bularning. Bor, yaxshisi ham bor, yomoni ham bor, lekin ertaga bulardan necha foiz yaxshi bo'ladi, necha foiz yomon bo'ladi, Xudo biladi. Bunga bir 50% pateriya bo'ldi, 50%. Ko'rgan bo'lsangiz, mana pirletlarda bir xil joyda bor, bir xil joyda yo'q. Shuni hisobiga sal qiyin bo'lyapti. Buni buzib tashlaymiz. Xudo xolasa buzib tashlaymiz-da yerga makka ekish niyatimiz bor. Yerda sho'rini olish uchun porlarni yuvib, sarafanga solib, nimlab qo'yibmiz. Yerga solish uchun. Hop, bizning yerimiz zax tortish qiyin. Yerimiz 1 metr balandlikda. Ko'rgan bo'lsangiz, har taraflama 4 taraflama 1 metr chuqurga tushirganimiz sababli hamma tarafdan suvlar biz tarafga kirib keladi. Keyin bu yerlarni 1 metr chuqur kovlaganmiz. Uning pastidagi yerlarni chuqur kovlamaganmiz. Hali bu tarafga shlankadan teginganimiz yo'q, hozir shlankalarni ko'rsataman. Yerimiz yaxshi kovlanmagan. 30 sm pulik bo'lgan bo'ldi. Bizda yerda zax suv ketmaslik ko'p kuzatilyapti. Ko'rgan bo'lsangiz, zax qo'yapman bu yerda. Juda zax. Yerni biz ochib ko'rdik. Nimaga zax ketmayapti? Mana suvni ko'rgan bo'lsangiz. Mana suvlar. Bu eng past joy. Ko'rgan bo'lsangiz, betonlar qancha chiqib turibdi. Taraflarda ko'milib ketgan betonlar. Bu baland joylar. Hamma suv yer tagidan ishdan kelib bir joyga to'da bo'lyapti. Bu suv nega yerga ketmayapti degan savol bo'ladi. Bu savol javob manaki. Mana yerda ming bor. Ko'rgan bo'lsangiz, ming. Mana shu qora narsagacha ming. Qora narsadan tepasi bu asfalt bo'lsa kerak. Mana shu yerdan bir qarish joy ming hisobiga ketmayapti namlik. Mana shu yerda mingni ochib ko'rdik, mana bu yerlar ancha suv ketibdi. Shu mingda buni rexvetel degan narsa bor, ruslarda aytadi. O'sha narsa bilan yorish kerak. 80 santimetrlik uzun chizildi. Anaqa tortkishiga o'xshagan narsa bo'ladi, uzunroq bo'ladi, qalinroq bo'ladi. O'sha bilan shu mingni yorib chiqishimiz kerak. Keyin yeri ketadi namlik. Namlik yo'q hozir. Namlikni yo'qotish uchun yo'li yo'q, boshqa yo'li, bitta yo'li bor, drenaj qilish kerak deyapti. Drenajga mana bular quvib ketadi. Buni har bitta pirlyot, har bitta pushtanini tagidan tortib, bunaqasiga yana bitta tortib, bitta kanalizatsiyaga tushirishimiz kerak. Uning uchun juda ko'p xarajat, juda ko'p turba kerak. Mana ko'rgan bo'lsangiz. Suv yerlar zaxlab loyib. Suv ketmagan hisobiga. Bu joylar past. Shuni hisobiga yerda tirnaymiz. Undan keyin pulik qilamiz, undan keyin pol solib turib, chizil qilib, xudo xolasa hammasi jarayonni videoga olib boraveraman. Biz tanab olmoqchi edik, bu yil tanab bo'lmadi. Tanabni olish uchun yer kuchli bo'lishi kerak. O'tgan biz yerga pol solmadik. Oziqasi kam bo'ldimi shuni hisobiga. Bunaqa tanablar mana shunday qalin chiqish kerak edi. Juda ingichka bo'lib chiqdi. Shuni hisobiga olmadik. Bundan ko'chat bo'lishi qiyin masala edi. Mana shu bitta pirlyotimiz mana shu yerda boshlarda ozroq bor. Atak boshqa joyda qiyin olish. Bizda o'rgamchi kana degan hasharot keldi.
o'rgamchi kana juda zarar yetkazdi bizga, juda ko'p joyimizdan yeb ketdi. 50% qurtnaydi. Hosil tugamas tushib yeb ketdi. Uni davosini topish juda qiyin bo'ldi. Uni başta yo'q desam bo'ladi davosi. Faqat shu suv sepib o'rgamchi kana tuxumida dumaloq orqasida tuxumchasi bo'lar ekan. O'sha tuxumchaga suv sepdik. Yaxta suv sepsa har kuni ertalab dedi, o'sha dedi o'ladi dedi. Endi odamlar tajribasi bo'yicha oddiy suv bilan yuvib davolab olganlar bo'ldi. Ko'rdim shuni o'z ko'zim bilan. Endi ham gidada 50% sog' qoldi, baribir bulardan ko'chat olish qiyin, juda qiynalib qolgan ko'chatlar. Endi buzib tashlayman, yana ko'chat sotib olaman, xudo xolasa. Yana sekin noldan boshlaymiz-da. Video boraveraman. Erta xudo xolasa erta yandin pul sizlar bilan keladi. Traktorni qanaqa ishlash jarayonini videoga qo'yib boraman. Bizdagi salafonlar olingan, mana salafonlar. Bular ishlatib bo'lmasa kerak, endi ichida o'rgamchi kanalar inqirib olgan salafonlarda. Shu salafonlarni olish shlankani qo'ydik. Bu yerda shlankasi qoldi. Bularni endi suvlamaymiz, hammasini olib tashlaymiz-da. Boshqatdan noldan ijodni boshlaymiz.